Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi suyimli ko'rganlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan tasdiqlangan Tor televiziyasining bugungi siyosat maydoni naq maydon suhbat programmasiga xush keldinglar aziz qarindoshlar. Men Farhod Yurunqashilman. Oldi bilan hammangizlarni yurakdan salomlayman va Janob Allohdan hammangizlarga salomatlik, xotirjamlik, baxt, saodat, barakat tilayman. Aziz qarindoshlar, bundan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan boshqarilayotgan Tor televiziyasining naq maydon programmasini Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki Facebook sahifasi orqali ko'ra olasizlar. Facebookga kirib Dunyo Uyg'ur qurultiyi degan xatni bosinglar, yana birday Dunyo Uyg'ur qurultiyi degan xatni bosinglar, Dunyo Uyg'ur qurultiyining Facebook sahifasi orqali naq maydon programmasini ko'ra olasizlar va bugundan e'tiboran biz naq maydon programmasini Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki Facebook sahifasidan taqdimiz. Çünkü neçe vaktin biz sınav tariqasida bu programni yo'l qo'yganimiz uchun naq maydon programmasini hozirgacha meningki shaxsiy Facebook adresim orqali, sahifam orqali buni berib kelgan programmalarni va bugundan boshlab biz rasmiy bütün naq maydon programmalarimizning hammasini Dunyo Uyg'ur qurultiyining Facebook sahifasini taqdimiz aziz qarindoshlar va shundaqla sizlar YouTube'danmi Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining bütün programmalarini YouTube orqali ko'ra olasizlar va YouTube'da inglizcha Uyg'ur Kongress va yoki Dunyo Uyg'ur qurultiyi deb Uyg'urcha usanlama YouTube'dan Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan boshqarilayotgan Tor televiziyasiningki bütün programmalar hammasi chiqadi va YouTube orqali buni ko'ra olasizlar. Aziz qarindoshlar, buni eslatib qo'yay dedim. Endi birisi buni qayta rasmiy programmamizni boshlashdan burun eslatib qo'yishni muvaffaq ko'rdim. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan boshqarilayotgan, sizlar hozir ko'rayotgan Tor televiziyasining o'z ichiga olgan bütün axborot vositalarining hammasi Dunyo Uyg'ur qurultiyininki organ axborot vositalari hisoblanadi va shuning uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan boshqarilayotgan bütün axborot vositalarining hammasi Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki inson huquqlari umumiy bayonnomasining ro'yiga, Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki nizomnomasiga, bütün xalqaro ahdnomalarga va o'zlari turayotgan davlatlarninki qonuniga yo'l qo'ygan doirasida va shiddat rad qilgan asosda teşviqat olib boradi va teşviqat olib borayotgan markaziy axborot vositalari buni sizlarga bir eslatib qo'yay dedim aziz qarindoshlar. 2018-yilni oxirlashtirib biz 2019-yilga kirdik. O'tgan yili yana Uyg'ur mujohirat yashayotgan Sharq Turkiston xalqi uchun, Sharq Turkiston milliy da'vosi uchun imzo to'plash yili, bu yerda guvohlikni o'tish yili, namoyish etirish yili bo'lgan Xitoyga qarshi norozilik faoliyatlari bütün dünya miqyosida keng ko'lamda qanot yaydirilgan minglarcha kishilik namoyishlar o'rinlashtirildi bütün dünya miqyosida va bu yil kirgandan keyin bizningki har qaysi tashkilotlarimiz dunyoning har qaysi ellarda faoliyat olib borayotgan va aktiv siyosiy faoliyatchilarimiz shundaqla fidokor azimatlarimiz bo'shib qolgani yo'q va yangi bir g'ayrat bilan, yangi bir jasorat bilan, ko'tarinki bir ruh bilan, ishonch bilan bu yerda fidokorlik bir ro'yi bilan bu davoni bu yil kirgandan keyin bu yana dunyo miqyosida keng doirada olib borishga tirishyapti aziz qarindoshlar. Hozir sizlarning qarorlari hozir Amerikada hukumatsiz, yerim hukumatsiz bir vaziyat hokim. Chunki Amerikada senatosida bu Cumhuriyetçi Parti bilan Demokrat Partiyasi o'tirisida bu hukumatninki xomchoti haqida masala chiqqani uchun hozir yerim hukumat vaziyati ostida hukumat asosan yerim yo'q Amerikada, faqatla Amerikadagi harbiy organlar, NASA deymiz va doktorxonalar, turmalar, istixborot organlarini hisoblanganda qolgan organlardagi bütün ish xizmatchilarining hammasi dam olishga chiqarib etilgan va maoshima to'xtatilgan bir vaziyatda. Shuning uchun u yerdagi faoliyatlarimiz biroz tez bo'lsa-mu, yana u yerdagi qarindoshlarimiz bu yerda o'tgan yili Avam Palatası ve Kengash Palatası a'zolari tarafidan bu yerda kongressga sunilgan Uyg'ur kishilik huquqini qo'llash qonun loyihasi, ikki qonun loyihasini buni kongressni o'tkazish uchun uning peshini qo'yib o'tmay kecha-kunduz u yerdagi qurultayning rahbarlari va u yerdagi boshqa siyosiy faoliyatchilarimiz kecha-kunduz Amerika tirishchilik olib boryapti va Turkiyaning O'rta Sharqni markaz qilgan rayonlar faoliyat olib borayotgan tashkilotlarimizmi yana bu yil kirgandan keyin keng doirada bu islom ellarida faoliyatlarni jonlantirdi va hozir ham Sharq Turkiston Ma'rif jamiyatining raisi Oğuzhan Hidayetullah efendim ve Ulemalar Birliği'nin reisi Ataullah Şayar efendim doktor ve şundakla Ulemalar Birliği'nin muavin reisi Abdüsalam, Doktor Abdüsalam Harim'den tarih tapan heyet hazır bu Malaysia'nın asas kılan bu
Şərq Cənubi Asiyadakı İslam əllərdə bu ya keng dairədə bu yerdə ki İslam təşkilatları, ommaviy təşkilatları fəaliyyət etib turadi. Və şundaqla bu yerdə Dünya Uyğur Qurultayı'nın rəhbərləri və Avropa əllərində fəaliyyət etib bizningki siyasi fəaliyyətlərimiz bu fəaliyyətlərini canlandırdı. Bu həftəninki 5'də Dünya Uyğur Qurultayı'nınki reisi Dolqun Aysa efendim ve Dünya Qurultayı'nınki qurğuchisi ve sabıq muavin reis şundaqla hazır aktiv Avropa fəaliyyət etib İlan Toxtini qollaş grupsının, yani İlan Toxti inisiyativ grupsınınki reisi Enverci efendim ikisi ataydan bu həftəninki 5'də Avropa İttifaqı bilen Avropa Parlamenti joylashgan Belgiyaninki poytaxti Brükselga safar qilgan va bu yerda bir yurish faoliyatlarini olib borgan. Bu jihatdan sizlarni atrofli ma'lumotga ega qilish uchun mushu safarga borgan Dünya Uyghur Qurultayı'nın reisi bilan birga biz Enverjon efendimni ataydan bugun studiyamızga taklif qildik. Assalomu alaykum Enverjon efendim, ataydan vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun sizga alohida rahmat aytaman. Xo'sh keldingiz, rahmat. Rahmat efendim, rahmat. Enverjon, siz bu Dolqun Aysa efendim bilan bu Avropa Parlamentiga ve Avropa İttifaqıdagi faoliyatlarni yapirish uchun bir ishga safar qilgandingiz. Siz akşam qaytib kelibsiz, harmag'aysiz, ko'p charchadingiz. Shunga siz orqali bu qatim Dolqun Aysa efendim va sizningki bu bir hafta ichida Avropa Parlamentida bo'lsin, Avropa İttifaqida bo'lsin, Brükselda olib borgan faoliyatlaringiz haqida bir ma'lumot olaylik degan to'p. Bu haqda bir ozroq ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz, bu qatimki safarlarning maqsadi nima edi, bu yerdagi asosiy faoliyat nishoni nima bo'ldi endi? Rahmet, elbette. Aslında sizden ötkendek yeni yıl başlanışı bilen faaliyetlerimizni başladık. Hakikatini esnaf yeni yıl başlanmasını turup biz kelimeyiz. Hep ötken yılın ahırında bir kısım Avrupa Parlamenti'nin azalarına ve Avrupa İttifakı'nın vekillerine mektup yollap uladın acıtışını talep kılıp bunun asasen sefer kıldık. Seyşembe, çarşamba günleri Brüksel'de Avrupa Parlamenti'nin Uygurlarga istaçlık gösterken bizden haklık davamızı kollavatkan bir kadar azaları bilen görüşüş imkaniyeti eriştik. Şundakla Avrupa Birliği Taşqi İşler Ministerliği dep atıldı. Hem de Avrupa Birliği'nin Taşqi İşleri Qarajlıq Ministerliği bulunuşu şu mesul idarəsinin vekilleri bilen yani alayda uçuruş ep verip bulağa başta Dünya Uyghur Qurultayı'nın reisi Dolqun Aysa efendim elbette ki en mühim azık mevzu boğan ceza lagırları hakkında umumi halkımızın beşideki zulüm hakkında etraflık malumat berişki tırıştı. Ben bu şu cümleden İlham Toxti efendiminin takdiri ve bulup ötken bir yılın yağı yani yüzlerce İlham Toxti efendime okşaş ziyalılarımızın, kalemkeşlerimizin, milletperver, vatanperver alimlerimizin kolga ilip ketkenligini misal gösterip ben bu hafta ulağa yeni malumatını berişki tırıştım. Şu cümleden sizge ma'lum bo'lganidek, yurtdoshlarımızga ma'lum bo'lganidek, İlham Toxti efendim 2009 yıllık geçirsiz. 2019 yıllık Nobel Tinchlik mukofotiga Amerikalık senatör Marco Rubio ve Kengash Palatasının azası Chris Smith efendimlerinin teşebbüskarlığı bilen köp sandaki Amerika Kongresi'nin köp sandaki azaları tarafından Nobel Tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatilib biz mu İlham Toxti'ni qo'llash gruppasi bo'lish sifatimiz bilan Avrupa devletlerinden İlham efendimni bu mukofotga nomzod ko'rsatadigan siyosiy yo'llarni, olimlarni, parlament a'zolarini tepish va ularningki qo'llashiga erishish ni maqsad qilib o'z faoliyatlarimizni davom ettiryapmiz. Ben ötken hafta İlham Toxti inisiyativ gruppasi nomidan mesela
Nobel Tinchlik Mukafatı Komiteti'nin 5 daimi azasıga alaydı mektup yollab, ulardan hazırki vatanimizdeki vaziyetini göz aldı tutup ve Uygur halkının beşideki zulümünü asas algan alda mesela 1 milyondan köp yurttaşımızın ceza lagırlığı solanganlığı göz tutup bu yıl İlham Tohti Efendim'nin Nobel Tinchlik Mukafatı'na namzatligini kollaştırını iltimas kıldı. Ondan başka yana Nobel Komiteti'nin nizamına göre ötmüşte Nobel Tinchlik Mukafatı'nı kazangan kişiler mu halısa başka birisini bu mukafat namzat gösterleydiken. Ben bu imkanın paydanını mesela ötken yıllarda Nobel mukafatını algan Finlandiya'nın reisi Matti Ahitasi efendimge Polşa'nın sabık prezidenti Lech Walesa efendimge ve Avrupa İttifakı'na yani alaydı mektup yollab ulanın İlham Tohti efendimini Nobel Tinchlik Mukafatı'na namzat körtüşlerini iltimas kıldı. Bundan başka hem de bu hafta Brüksel'de elip bağlan faaliyetlerimizde Avrupa Parlamento'nun bir kısım azaları özara baş koşup bir mektup tayarlap bu mektupni Avrupa İttifakı'nın reisi Donald Tusk efendimge yollaşka razı buluştu. Bu mu demek İlham Tohti efendimninki bu namzat buluşuğa paydası bulduğun yeni bir yenilik hesaplandı. Hoş, hakikaten bu nayetip ehemmiyet paylıklı sefer oldu. Ötken yılımı İlham Tohti efendim şu Avrupa Birliği'nin Sakharov mukafatının en asaslı namzatlarından biriydi ve eğer hatalaşmamışsam en ahırkı 3 kişinin işi kalgan şu da en ahırkı 3 kişinin işi kalgan. Hakikaten avval katım programımızda siz de öttünüz hem de bu İlham Tohti meselesini halkaralaştırış, emeliyatta Uygur meselesini halkaralaştırış, Uygur meselesinin halkaralık tesirini nasıl işini ait muyunda kardınız. Envacileke mesela bu ötken yılın ahırda Avrupa Parlamenti Xitay'nınki bu Türkistan tasqa ceza lagırlarını ayıplap 15 maddelik bir karar layısı maqulluğun hemdi. Bu da sizler berip yana bu mesela bir yerde bir 10 kişi Avrupa Parlamenti 10 azasını terkip tapan bir Uygur dostluk grubu var Avrupa Parlamento'da. Sizler ular bilen görüşsüzler ve bunun dikin yana Avrupa Parlamento'nun davamlı bu şuna Xitay'nınki ceza lagırları meselesi doğruluk olsun ya Uygur halkı sılıvatkan başka zulümdür. Öz çıkargan bir karar layısı olsun, yana müküşlü gerek bir karar layısına çıkıp kılış ihtimali onu var mı onun kol keltiş imkaniyeti var mı? Şimdi es kıldınız mı bu da görüşleri yanında? İhtimali var elbette. Ama bunlarınki bir işleş uslubi, bir kült tertibi var. Şunun göre bilirsiniz bu 2019 yılı Avrupa Parlamento için saylam yılı. Bunlar 3. ayının 30'lardan başlap özlerindeki saylam merkezlerine başlaş için öz devletleri kayıtıp gidip şu devletleri de kaydeden saylam merkezi başlamak iken her bir vekiller. Bu sebepten Avrupa Parlamento'nun işleş gün tertibi bu ercilik okşaş toluk emez bu yıl yerim desek buludu. Şu sebepten mesela bula 3. ayın 15 gece karar çıkış imkanı yok. Çünkü onun sebebi onların karar çıkışı halımallığı emez. Gün tertibi kirgiziş mümkün bulmagallığı. Ama bu vakitçe bir ne çıkarttım? Avrupa Parlamento'da Avrupa'nın reisige, Kengeç'nin reisige Şarkı Türkistan'da, vatanımızda Uygur halkı kılıvatkan zulüm doğruluk alayda sual taşlaş. Bu yani
Avrupa İttifakı ve Uygurlar üstüde muhindaq zulüm bolup ötüptü, hoşta ahval bolup ötüptü. Sizler bunun qanday qarayısızlar? Sizlerin reaksiyonunlar, sizlerin muqamınlar, bunun muqamınlar qanday degan şekilde savol to'shlash mümkünken ve bu to'g'riliq biz görüşten parlament a'zolari bu to'g'riliq savol tashlashga tayyorligini ve bununla tayyorgarlik qilayotganligini ifodalashdi. Bu mu nayet ijobiy bir yangilik. Çünkü Avrupa parlamentida deganimizdek o'tganda yaqinda nayet kuchlik qaror chiqdi. Buni Xitoyninki bağımsız bu zulümni orttirayotganligi, hukumatninki jazo lagerlaridagi yurtdoshlarımızning sonini ko'payayotganligi sababidan shu oldimizdagi oylardami shu millat vakilleri, Avrupa Parlamenti a'zolari Uyg'urlar masalasida o'tirg'a bir necha qatim savol tashlamoqchi. Bu nihoyatda yaxshi bir xalqimizni mamnun qilgan bir hodisa. Haqiqatan bu hozir mayli Amerikada olsun, ben bay programının başında öttim. Hazır bir yerim hükümetsiz bir vaziyette hazır Amerika. Hükümet yok da hesaplandı. Bu hazır Avrupa Parlamenti yılın saylandı ki biraz nemele. Bu mu elbette biraz tesir köstüden de Uygur davasının ki yapır bakan faaliyetlerinin ki sürütünün tizliği. Hem de Avrupa Parlamenti hazır geçip köp etim bu Uygurlar meselesi hakkında karar layısı kabul kılındı. Mesela bunun aldığı mesela Kaşka Kadimi Şehri hakkında bolsun Ürümçi qirg'inchiligidan keyin yana bolsun bir qancha qatim maxsus Xitoyni ayblab qarorlaysi ma'qullandi. Anvajnika masalan bu Xitoy hukumati o'tgan yil nihoyatda xalqaro qattiq bir besimga duch keldi endi. Masalan o'tgan yil 8-oyda Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki irqiy ayirmachilikni oldini olish komitetining 96-qatimlik yig'inida nihoyat qattiq savol so'roq tortish uchirdi Xitoyninki delegatsiyoni. Onun dinkilla bu Avrupa Parlamenti'de 15 madde karar layısı ma'qullandı. Amerika'da Avam Palatası, Kengaş Palatası azaları maxsus keyninden iki Uygurlarning kişilik hukukunu qo'llash qonun layısı bunu sundu. Amerika'nın yuqori qatlam rehberlik nimesida bu Magnitskiy qonuni bo'yicha Xitoy rahbarlarini bo'lib Chungchango boshchiligida Xitoy rahbarlarini jazolash va iqtisodiyotga embargo qo'yish masalasi muzokara qilindi va dunyo matbuotining asos ko'tartining biriga aylandi. Endi Xitoy haqiqatan zo'r bir besim qo'shtirdi. Albatta bu dunyoning har qaysi ellarda turayotgan Uyg'ur tashkilotlarining siyosiy faoliyatchilarininki, avom xalqimizningki ko'rsatgan zo'r tirishchanlik, fidokorligining bir natijasi. Endi hozir qaraydigan bo'lsangiz, masalan, o'tgan yilning oxiri bu 15 Garip devletininki nimedeki Beijing'deki elçileri bu Xitoyga xat yazıp, Chungchango'ga xat yazıp, Sharq Turkistonga bir yerdeki jazo lagerlarida bir ko'ray degan vaqtda Xitoy rad qilgandi. Undan keyin bir 2 oy bu tayyorlik qilib, endi qo'pib bu Xitoy endi masalan o'tgan hafta bir qism chet ellik diplomatlarni va eng asosli masalan Reuters deymiz, ba'zi asosli chet el matbuotlarininki Sharq Turkistonda bu yerda Xitoyning tili bo'yicha atalmış kasb o'rganish markazini ziyorat qilishga ruxsat qildi-da endi. Ruxsat qildi. Endi buni bir ijobiy nima deb qarashga bo'lamdi? Buni dunyo jamoatchiligininki kuchli bir besiminingki keltirgan bir ijobiy natija deb qarashga bo'lamdi. Siz uzun yillik bir g'arb dunyosi faoliyat olib borayotgan tajribali bir siyosiy faoliyatchi bo'lib chiqdingizlar. Buni qanday qaraysiz? Rahmet, nayet muhim bir so'al. Buni har ikki turli qaragan bo'ladi. Birinchisi Xitoyning dünya jamoatchiligining besimiga chidamay, buningga o'zininki bir yangi bir yo'l tutib, javob berishga tirishganligini aytgan bo'ladi. Demakki, burun jazo lagerlarining bo'lganligini inkor qilgan ve bir yerga günahsız insanların solanğanlığını inkar qilgan bir çoğ devlet dünyanınki besimiga chidamasdan ahırda mana kelib ko'ringlar ahvolni degini bu bizning ilib borgan tashviqotimizning va dunyoga xalqimizning dardini, ovozini tuyg'uzish teşebbüs hareketlerimizden bir neticesi dep qaragan bo'ladi bir tarafdan. Yani bir tarafdan hem de bu degandek chet ellik diplomatlar
Birinciden bu diplomatlar G'arbiy davlatning diplomatlari emas. Bu diplomatlar şu Xitoy o'zi tanlagan davlatlarning diplomatlari. Bularning ko'pi hozirgacha Xitoyning tarafini tutgan Xitoy hukumatining va Xitoy hukumatining ta'sir ostida bo'lgan davlatlar. Onundan keyin iyaga bo'lgan jurnalistlarmi butunlay erkin dunyoninki BBC'nin, Reuters'nin, Ajans France Press'nin yoki Amerika xabar agentligining jurnalistlari emas. Bularmi tanlangan Xitoy hukumati tarafidan tasdiqlangan jurnalistlar. Shunday. Kelib o'tib, Brüsseldan qaytib o'tib, birsini ko'rdim Facebook'ta. Berib jazo lageridan ko'rgan jurnalist o chiqishi da'vatida. Biz bordik. Biz borgan bu da Xitoy hukumatining teklifi bilan borganniki ko'rgan lager. Buningdan bir oy, 2 oy avval men o'zim ko'rgan lager emas. Bu o'xshash lager emas. Da'vatida. Demak, Xitoy hukumati dunyo jamoatchiligining ko'zini bo'yash uchun bir yani lagerda tayyorlagan, yani yerga ma'lum kishilarni joy o'rinlashtirgan, ma'lum programmalarni o'rinlashtirgan, ularni dunyoga xo'shal-xo'ram ular degandek kasb o'rganayotgandek, u yerda ular xo'shal-xo'ram o'z ixtiyori bilan binoz o'rganayotgandek ko'z tirishgan, buni hamda dunyo jamoatchiligi biladi. Aqli bor dunyo jamoatchiligi. Demak, Xitoy hukumati bir tarafdan besim uchirdimay bundaq bir strategik bir planni o'tirib chiqarib dunyo jamoatchiligi ko'zini aldayman degan bo'lsa-mu, buningda muvaffaq bo'ladiganligiga mening ko'zim yetmaydi. Chunki haqiqatni bir daraja yoshirish mumkin, ammo haqiqatni yo'q qilish mumkin emas dunyoda. Shu Xitoy hozirlikda bugun Amerikalar mitiki bilmayman, ingliz mitiki ingliz tilida so'zladi, shuning og'zini o'zim tuydim. Yo, to'g'ri deganingiz bizmi bu vaqtda uçurlarını köydük. Hatta bir ismini demey bir aşağıya bağlan bir akbarat agentliğinin ki nemesi aşağıda haber elan kılmay durup belki uçurdum, içki uçurdum mu bir yerde bütünle bir sahtı menziri bilen karşılaşkanlığını tılgağan kelgendikini hazır Xitay'nınki çavusunu çıtkıyı atıp özünü rezil kıldı Xitay'da hem de. Bir manasında bu deyildi. Mesela şu 2 aydan yağı, tek 2 ay burun, 1,5 ay burun berişke ruhsat kılmagan. Bu da ruhsat kıldı ama şu aralıkta 1,5 ay 2 ay aralığında Xitay'nınki ve Şarkı Türkistan'daki ceza lagerlerdeki simtosaklarını elip etip üyede kayıtıdın bir tertibat ep verip üyedeki her bir adamlar ceza lagerlerdeki adamlar birbirlep birbirlep adam izlep yürüp sen çetellik yap kalsa, ecnebi yap kalsa burun boğan hiç kanda ağlanı tılığı almaysan nayet hoşal, baxtlik görünürsen dep tembih qilganligi haqida uçurlar kelgan. Bu vaqtimi bizninki bazı teşkilatlarımız dünya jamoatchiligini bu vaqtda ogohlantirgan. Xitoy bir saqt manzilga savatida mesela Dünya İcra Komisiyasining raisi Ömer Qanat efendim Uyg'ur kishilik huquq programmasininki nomidan bir maqola e'lon qilib, bu haqda ogohlantirgan. Endi Xitoy apagandan keyin siz degandek hazır üyedeki menzirininki, bular köygen sahtı menzirininki hazırgacha şu ceza lagerlerinde yetip çıkan yüzündülgen şahitlarınki diğerleri bilen hiç qanday bir o'xshashlığı yok. Meyli Qozog'istonlik garajlarning şahitlar olsun, başka devletlerin şahitleri olsun, hiç qanday nemesi yok. Bu yerda bir sahtı bir menziri var degan. Endi bu yerda sizning degan yana bir nuqtangiz demak, bu yerda harakat qilsak, buning unumi bo'ladigan, bu yerda kuchli dunyo jamoatchiligining kuchli besimini shakllantirsak, hamon bir kuni yana Xitoyni tizbikdagida bo'ldi-ku, chunki siz moddan bilasiz, belki siz tecrübelik bir siyasi paylaşımız. Çünkü bugünkü dünya vaziyeti, dünya konjonktürde bir devletin obraz, imajına ait mühim hem de. Obraz, imajı mühim. Obraz yaxşı olmasa onun kredi notumu düşüdüğün gibi xalqaro finans quruluşları tarafından. Mablag' silishimi tasıldı. Osonlik iqtisodiyati embargo duch keladi, texnik jihatda embargo duch keladi. Imaj bak mühim. Shuning uchun davlatlarning hammasidan maxsus tanıtım fondu deydi. Davlatning tanıtadigan fondi jamiyati va shu millionlab pul qajlab o'zining davlatini davomli tanıtib maqdam imajini yaxshilash. Mana shunga bu yerda Xitoyninki
bu yerda albatta Xitoyning bu bugungi global dunyoda imaj Xitoyning obrazi xalqlarda muhim ham hozir bu men 4ning birida meclisi urayotgan va yangi ipak yo'li strategik plan orqali butun dunyoni o'zimning kontrolga olaman deb nima qilayotgan bir davlat uchun hamda sizcha endi bundan keyin qandaq bir yuzlanish o'tirg'i chiqadi? Masalan, birinchi qadamda bu Xitoy biroz keyniga chekingandek hech bo'lmasa yolg'ondan bo'lsa-mu bu yerda dunyo jamoatchiligining ko'zini aldash usuli shaklida bo'lsa-mu biroz keyniga chekingandek dunyo jamoatchiligining besimidan biroz andish qilgandek bir nima bor endi manzir bor endi. Bundan keyin bu qanday qilishimiz kerak? Mana shu sababdan shu dunyo jamoatchiligining besimidan andish qilganligi sababidan biz tashviqotlarimizni, faoliyatimizni ve dünyanın her tarafındaki tinch, demokratik yoldaki bizdeki usuldeki halkımızın derdini dünya cemaatçiliğe yetkizüş faaliyetimizni izchillik bilan devam ettirishimiz gerek. Bugün nemiga bir başka savolingizga bir qaytay. Qisqacha. Her qanday davlatningki dunyodagi obrazi nayt muhim. Obrazi degan endi dunyoga ichilgan derazadan qanday ko'rindi bu davlat degan gap. Demek 1 milyar 400 milyon nüfusluk bir devlet, ben dünyadaki en çok 2-3-4 devletin birisi bolaman deb turib özünün kol astidagi bir besib olgan yurtini besib olgan bir asonliq millatni yo'qtiman desa, uning 1 milliondan oshiq a'zosini jazolarga ekib olsa, buning iyada sen diningni inkor qilasan, sen özünün Uygur kimligini inkar kılsan, senin öz medeniyetini inkar kılsan, Komünist Partiyasını haşa, Xuda okşaş, şunu çoklusan dese, bunu dünya cemaatçiliği hiçbir zaman kabul kılanmaydı ve Xitay hükümetinin obrazı bunun bilen dünya düzelmeydi. Bunu en kısa vakitte kaçan bolsun Xitay hükümeti anlap yetiş gerek ve şunun kadar hareket kılış gerek. Şunun için biz faaliyetlerimizni demokratik usulda dünyanın her tarafında texim kanat yaydırıp devam etkizvatimiz ve bunun keyin texim tirishib devam etkizimiz elbette. Şu cümleden mesela Avrupa Parlamentiga ajratgan 2-3 günlük vaktimiz yetişmedi köp vekiller bilan görüşüşke, başka programlarımız boğaşqa qaytdık. Başka programlarımızga ve ularga yani kısa vakt içinde qaytib keldiganligimizni, ular bilan ayrım görüşüdiganligimizni va'da berdik. Ve yerdeki muhit mu? Demek ki bundan 4-5 yıl avval qaraganda nayetli ijobiy bizga Uyghur xalqiga hissdaşlık kuchayib turib biz bunu mustahkam tutib her fırsatdan foydalanib ularga xalqimizning derdini anlatishimiz gerek, dünya cemaatçiliği anlatishimiz gerek ve bu orqali haq davomizda kunning birida biz tutib chiqamiz ve çünkü biz davomuz haq. To'g'ri deysiz, haqiqatan biz haqliq da'vo bo'lganimiz uchun bizningki butun dunyo miqyosida olib borayotgan faoliyatimizning hammasi nihoyatda bu yerda yushirdigan yoki bizning yushirin bir programmamiz yo'q. Uchuq namoyishlarimizni uchuq maydonda qilyapmiz, faoliyatlarimizni, konferanslarimizni, ilmiy muhokama yig'inlarimizni hammasini uchuq o'zimiz turayotgan davlatlarning qonunlariga yo'l qo'ygan doira ichida ve Birleşken Devletler Teşkilat İnsan Hakları Umum Bayannamasining ro'yiga amal qilgan asosda xalqaro ahdnomalarga hurmat qilgan asosda yapyapmiz ve Enverkan dedi bizning doimiy haqliq bir da'vo. Biz her zaman faoliyatimizda lidin chiqmagandan qo'rqmaydi. Biz mush xalqaro qonun prinsiplariga o'zimiz turayotgan davlatda minki qonuniga hurmat qilgan asosda ve tinch shaklda bu faoliyatimizni davomlashtirishimiz kerak. Buni bu yerda dunyo qurultiyi bo'lish sifatimizdan buni ya'ni muajirat faoliyat yapayotgan qarindoshlarimizga bunu eskertip qo'yishni bir muvaffaq ko'rdim. Haqiqatan endi Xitoy men kuchli to'rtda bir deydi, ama dunyoning albatta bu yerda yani Xitoyning boy andish qilgan Enverkam degandek bu obraz masalasi va imaj masalasi va masalan 89-yili Tiananmen 40-yilligini yapadi Xitoy hukumati. Onun keyin bu chet elga qochib chiqqan Xitoy demokratik zotlarning kuchli faoliyat yapib butun dunyo miqyosida bir yerde kopup bu Avrupa Birliği'ninki Xitoyga qarata qurol yaraq embargosi yurgizish qarorining chiqishiga sababchi bo'ldi. Bu qaror hozirgacha davom qilyapti.
Çünkü bunda bir embargo hazır iş devam kılıvatıdır. Bu mu Xitayning obrazi? Şunun ait nima? Şunun için Xitay hükümeti hazır Avrupa Birliği a'zo devletlerden yüksek texnik set olanmaydı. Qoral yaraq set olanmaydı. Şunun için hazır casusluk qilib texnik o'g'irlayapti hazır. Demek bu bir jazo berib qolsa buni qaytarib olish nihoyat tezkor. Bu nihoyat muhim. İnşallah bizmi Uyghur davasının taraqqiyot yüzlanishi bilan ketyapti. Anvar siz degandek biz bunu mesela 49. yılını tatip hozirgacha hisoblasak, chet ellarda turayotgan milliy harakatimiz ming tasdi biz 50-60 yildan keyin bugun uni xalqaralashishni amalga oshirdik endi. Bunun izchilligini davomlashtirish uchun siz degandek doim Yevropa parlamentining ishigini chekib turish kerak, Yevropa komissiyonining ishigini chekib turish kerak, Amerika Avam palatasi, Kengash palatasi kongressining ishigini chekib turish kerakki, bunun izchilligini saqlash hakikaten izchilligini saqlashni aytdim. Efendim, siz degandek bizning xalqaro ilib berayotgan hareketimiz, davamızdaki hech qanday bir yashirin tarafi yo'q. Shunday. Yadingizda bo'lsa, her ko'p vaqtlar biz o'zimizning chaqirgan yig'inlarga Xitoy konsulxonasining vakillarini chaqirdik. Shunday. Masalan, 2016 yılı 12. ayda Bavariya parlamentida İlham To'xti gruppasining rasmiy qurilishini qurilish marosimini o'tkazish yig'iniga Münchindagi Xitoy konsulxonasi da'vat qilingandi. Bundan bir ay avval Germaniya federal parlamentida o'tkazilgan umumiy Uyg'urlar masalasiga bag'ishlab o'tkazilgan umumiy yig'inga shu Xitoyning Berlindagi elchixonasi chaqirildi, taklif qilindi. Agar ko'zdan yashiradigan münasib bo'lmasa, agar haqiqatni o'tirib qo'ymoqchi bo'lsa, mana xalqaro sorun diplomatik misyoni bor Germaniyada rasmiy hukumat tomonidan qabul qilingan kelib shu yerga evet bular mundaq yolg'on gap qotdi, haqiqat mana shu deb o'tirib qo'ysin. Shunday. Qo'yanmidi va hech bir zaman qo'yanmaydi. Degandek Yo'q, Xitoy qarshi jang maydoni ikki xil bo'ldi, ikki yerda bo'ldi. Birisi vatanda bo'ldi Xitoy qarshi 100%. Ikkinchisi shu xalqaro sorunda bo'ldi. Shu BDTda mana o'tgan yili 8-ayda irqiy ayirmachilikqa qarshi turish komitetining yig'ini Xitoyni so'roq tatqiq vaqtida kichik bir zal Xitoyning 150 vakili bor. Biz Uyg'urlarning 4 vakil. Ash 1,5 metr yerda qisilib o'tadi, qo'mish bir-birimizga. Zalda demilishga chiqqan vaqtida mo'rimizga tegib turib, bir-birimizga qo'mib turmiz, xiris qilib turmiz. Uningdan keyin bu Xitoy bilan chiqib az qilib sizlar baqa vaqtida chiqarib etinglar. Aqcha ko'kchida BDT janvalda sizning beshingizga jaq keldi. Bu ishlar bizning raisimizning Dünya Urqultining raisi Dolqunay Salom beshig'im jaq keldi. Mesela New York'ta kirgizmedi BDT'nin merkezinde. Jang bu 100% bu xalqaro sorunlar bo'ldi ikkinchi jang maydonida. Shu undan boshqa bir jang maydoni Esas bo'lsa kerak, bundan 2 yil burun Germaniyaning hozirgi hukumatda bo'lgan, hukumatga sherik bo'lgan partiyasining Bavariyadagi vakili musulmonlarga Ramazonda iftor berdi. Shu iftorga Xitoy konsulini chaqirdi va Uyg'urlarning vakilini chaqirdi. Diqqat qiling, nihoyat muhim 2 yil avval. Shunday. Isimda bor. Bu partiyaning rahbari mehmonlarning ismlarini birdan o'qib o'tgan vaqtda Xitoy Xalq Respublikasininki konsuli palani, Amerika konsulining vakili palani, Uyg'urlarning vakili palani degandan keyin Xitoy konsulininki vakili darrov o'rnida qolib ketdi. Bu yerda bölgünçi terörist teşkilatının adımı var mı bir yerde oturammayman deb. Shuningdan keyin Germaniyaniki madaniy siyosiy ansazmi o'sgan partiya vakili qopib bu insonlar sizlarning davlatinglarda oz sonliq bo'lishi mumkin. Ammo bizning davlatimizda qonunlarimizga asosan o'zininki Hoş, hürmet televizyon ko'ruvchilar bir texnik sebep chiqdi, herhalde uzilib ketib qoldi bu deyman. Anvarkamniki qayta bulaştırışib bakmiz biz. Uzilib ketib qoldi. Sizlardan uzr so'raymiz texnik sebeplar.
Assalomu alaykum Anvar aka, bir texnik sebep bilan bir 10 sekund üzülüp ketib qoldi. Kechiring. Xo'sh. So'zimni to'xtab qolgan bilaman. Shu kishi o'rnidan turib, siz bir davlatning vakili, mening mehmonim. Yerdeki Germaniyada yaşayotgan turli xalqlarning vakillari bor. Jumladan Uyg'urlarmi shu xalqlardan birisi va bular bizning qonunlarimizga asosan demokratik usulda tinchlik yo'li bilan o'z xalqining davosini qilib o'tibdi. Sizmi mehmonim mening, boshqalar mehmonim. Xohlasangiz o'tiring, bo'lmasa ixtiyor sizdan. Men hech qanday mehmonni bu yerdan chiqarib o'tmayman va hammaga meni o'sha o'xshash. Degandan keyin Xitoyning vakili o'rnidan qo'yib chiqib ketdi. Bu Germaniya hukumati mening tuqqanim emas, bizning Uyg'ur xalqininki. Biz bularga bir narsa kaklab bergan emas. Bu insonlar haqiqatni ko'rgan, saviyasi o'sgan, oq va qorning nim bo'lganligini yaxshi bilgan insonlar. Demak, bugun Xitoy hukumati demak o'zining bayisi deb o'tgandek imajini, obrazini tiklayman deydigan bo'lsa, demak, axloqni o'rganishi kerak, tartib intizomni o'rganishi kerak, diplomasiyani o'rganishi kerak, qanday muomala qiladiganligini va qanday so'zlaydiganligini o'rganishi kerak. Shunda biz haqiqatdan maslab o'tganda Belgiyada, Bryusselda 5000 kishilik namoyish o'tkazamiz degan vaqtida to'sishga urinib baqtashadi. Provokatsiyalar qildi. Ondan keyin u parvo qilmadi Belgiya soqchi idorasi endi bizning iltimosimizni qabul qilib namoyish ruxsat berdi. Bu da janvadimi shu Xitoyni to'sashga urinib baqdi. Butun xalqaro munbarlarda Xitoy to'sashga urinyotdi. Ya milliy bo'lganchilik terroristlarni chiqarib yetsa yoki bo'lmasa men chiqdiman deb ashunda besim qilgan sharoitlarda siz baydab o'tgandek bu yerda va ularning bergan javobi shu: xohlasang o'tda, xohlasang chiqadi. Gaping bo'lsa munozirlash madaniy shaklda, gaping bo'lsa ochiq da. Shunga ham bugungi xalqaro vaziyatda chunki Uyg'ur davosi xalqarolashdi. Xalqarolashgan bir davo yuksak bir saviyada berilyapti, ham berilish kerak. Chunki BDT bilan Yevropa Komissiyoni, Yevropa Parlamenti bilan Amerika Kongressi bilan degandek hukumatlar bilan hukumatning parlamenti bilan. Shunga bu yerda bizningki yuksak bu yerda xalqaro munosabatshunos, bu jihatda pishqan lobbyshunos, ko'p xil tilga ega sizga o'xshash siyosiy faoliyatlarimizga yuqori saviyada faoliyat olib boradigan siyosiy faoliyatlarimizga ehtiyojimiz bor. Afsuski bu xil siyosiy faoliyatlarimizning soni hozir nihoyatda oz. Shunga aziz qarindoshlar, bizim ba'zi sosyal mediadan, ijtimoiy tarmoqlardan qaraymiz. Hayajon albatta yaxshi, chunki hammamizningki yuragi qon yig'laydi hozir vatan ichida millionlagan qarindoshlarimiz Xitoyning jazo lagerlarida, Xitoyning ishkir o'lkalarga o'tkilyapti, har kuni ularning janozasi chiqyapti degan shehid bo'lganlik xabari kunda kelyapti. Hammamizning yuragi qon yig'layapmiz hozir. Ammo biz sovuqqon bo'lishimiz kerakki, bu davoni biz haqliq davo bo'lgani uchun bizning davoyimiz Jankam degandek biz buni hissiyotga tayanib emas, nuqul hissiyot qilib tayanib emas. Albatta hissiyotni layim, ammo avval aqlga tayanib, ilmga tayanib apirishimiz kerakki, biz bu xalqaro deb turayotgan haqliq davoyimizni hargizmi haqsiz o'ringa ba'zi hissiyotlar, ba'zi subyektiv hissiyotga berilib ketgan ba'zi marginal harakatlar orqali bu haqliq apirilayotgan davoyimizni haqsiz o'ringa tushirib qo'ymasligimiz kerak va bu jihatdan alohida diqqat qilishimiz kerak deb o'ylayman. Vazirga sizdan herhalde bu vaqtda tavsiyalarınız bo'lsa kerak. Rahmat. Albattaki muhim meselesi to'xtaldingiz. Bayda o'tdingiz masalan bu Xitoy hukumati biraz keyinga qaytgandek, biraz siyosatni yumshatgandek, buningdan qanday bir xulosa chiqa, buningdan qanday bir oqibat qanday bo'ladi deb o'tdingiz. Bu to'g'riliq bo'libmi biz o'zimiz nihoyat hushyor bo'lishimiz kerak. Vatanning sirtidagi bütün yurtdoshlarimiz nihoyat hushyor bo'lishimiz kerak. Xitoyning bu aldamchiligiga aldanmasligimiz kerak. Bu dunyoning bizning ko'zimizni bo'yashga tirishibdi. Balki atogin degandek bir necha yurtdoshimizni qo'yib berishi mumkin. Balki shu undaq qilib ko'z bo'yachchilik qilishi mumkin. Ammo bizning davomiz faqatla bir necha kishining ozodligi masalasi emas, butun Sharqiy Turkiston xalqining huquq masalasi, erkinligi masalasi. Biz bo'shab ketmasligimiz kerak. Nihoyat irodali shaklda xalqimizning ozodligini qo'lga keltirguncha bu davomizni
nihayetde dikkat bilen, azim bilen, irade bilen devam etmemiz gerek. Rahmet Envercinka. Siz akşamdaki Avrupa Parlamento'daki faaliyetinizi tüketip akşam geldiniz. Bugün sizni yana avar kılıp çarşıtıp koyduk biraz. Eğer kendi başka koşulmuş kıldığın fikriniz olmasa bugün programımızı bir şey tüketsek ve inşallah sizden daim biz sizni kuvvetmemiz bunun dikken pat sizden bazı mühim temalarda bunun dikken bu sohbetimizni devam kılımız inşallah. Sizge hem tekrar rahmetin minnettarlığını bildirme. Sizge hayır hoş. Çok rahmet Ferhat efendim. Ben her daim yürek sözdürümünü, bilgenlerimini, tecrübelerimini siz bilen, yurttaşlarım bilen ortaklaşık her zaman teyyamen kolum kösümde. Rahmet, selamet olun. Rahmet. Assalamu alaikum. İkra oldudaki Şarkı Türkistanlık aziz kırındaşlar. Sizlerin kıravatmanın Dünya Uyg'ur Qurultayı tarafından tasdiqlanan To'g'ri televiziyasininki bugungi siyoset maydonida programmasi, suhbat programmasi va bugungi suhbatimiz biz Dünya Uyg'ur Qurultayininki sobiq muavin raisi va Ilam To'xta inisiativ gruppasininki, Ilam To'xtani qo'llash gruppasininki qurg'uvchisi va raisi Enverjon akamiz bilan o'tkazdik va Enverjon akamiz dahi akşam şu bir haftanın yağı Avrupa Parlamento ve Avrupa Komisyonundaki faaliyetlerini akırlaştırıp akşam inip gelgen bizdeki Dünya Uyg'ur Qurultayı'nın reisi ve Halkara Vakalas Milletler Teşkilatı'nın reisi, muavin reisi Dolpun İsa Efendim'inki Brüksel'deki Avrupa İttifakı'daki ve Avrupa Parlamento'daki ve şundakla üyelik kişilik hukuk teşkilatları bilen boğan faaliyetleri üyedeki diyalogları hazırımı devam kılıp aziz kırındaşlar. Şununla biz bugünkü sohbet programımızı vakt münasebetiyle inşallah ahırlaştırmakçımız. Kila katimlik programımızı görüşelim. Görüşürüz aman bulun. Hayır hoş. Hayırlı akşamlar dileyim. Hayır hoş.